75lar xati Qamchibek Tashiyev va boshqalarga hukm o'qildi. Qirg'iziston siyosatida so'nggi yillardagi eng shov-shuvli sud ishlaridan biri yakunlandi. 2-iyun kuni Bishkekdagi 1-May tuman sudi 75lar xati ishi bo'yicha hukm e'lon qildi. Sud qaroriga ko'ra, sobiq Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev, sobiq parlament spikeri Nurlanbek Turg'unbek o'g'li, sobiq deputatlar va boshqa taniqli siyosatchilar hokimiyatni zo'rlik bilan egallash moddasi bo'yicha aybdor deb topildi. Ularning har biri 4 yilga ozodlikdan mahrum qilindi va mol-mulki musodara etildi. Biroq sud ularga 3 yillik provokatsiya nazoratini qo'llagani sababli mahkumlar jazoni koloniyada o'tashmaydi. Fevral oyidan buyon hibsda saqlanayotgan 5 nafar figurant esa sud zalining o'zida ozod qilindi. Ayblanuvchilarning barchasi o'zini aybsiz deb hisoblamoqda. Himoyachilar hukm ustidan apellyatsiya berishni ma'lum qildi. Rossiya 7 ta chegara o'tish punktini yopdi. Rossiya hukumati Finlandiya, Estoniya va Latviya bilan 7 ta temir yo'l chegara o'tish punkti faoliyatini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu haqda The Moscow Times xabar berdi. Yopilgan 7 ta temir yo'l o'tish punktining 5 tasi Finlandiya, 2 tasi esa Estoniya va Latviya bilan chegarada joylashgan. Rossiya hukumati hozircha ushbu cheklovlar joriy etilishining sabablari yoki ularning qancha muddat amal qilinishi haqida rasmiy izoh bermagan. Shu bilan birga Rossiyaning barcha temir yo'l aloqalari uzilmagan. Estoniya bilan chegaradagi Ivangorod temir yo'l o'tish punkti hamda Latviya bilan chegaradagi Sebech o'tish punkti o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Biroq Finlandiya bilan chegaradagi barcha temir yo'l o'tish punktlari yopilgani sababli ikki davlat o'rtasida temir yo'l orqali to'g'ridan-to'g'ri qatnov va yuk tashish imkoniyati qolmagan. Bu qaror Rossiyaning Finlandiyaga temir yo'l orqali amalga oshiradigan eksportiga ham ta'sir qiladi. Xususan, Rossiya Finlandiyaga mineral o'g'itlarning bir qismini aynan temir yo'l orqali yetkazib berib kelgan. Ma'lumot uchun, Rossiya va Finlandiya o'rtasidagi chegara munosabatlari so'nggi yillarda keskinlashgan. 2023-yil aprel oyida Finlandiya NATOga a'zo bo'lgach, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan. O'sha yilning dekabr oyida esa Finlandiya boshpana izlovchilar oqimi keskin ko'payganini sabab qilib, Rossiya bilan sharqiy chegaradagi avtomobil va piyodalar o'tish punktlarini noma'lum muddatga yopgan. Eron delegatsiyasi nega quruqlikdan qochishga majbur bo'ldi? AQSh ogohlantirdi. AQSh Isroil-Eron muzokarachilariga suiqasd uyushtirishdan xavotirlangan. The New York Times xabariga ko'ra, AQSh Eron bilan tinchlik muzokaralari davom etayotgan paytda Isroil-Eronlik bosh muzokarachilar tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi va parlament spikeri Muhammad G'alibovga suiqasd uyushtirishi mumkinligidan jiddiy xavotirlangan. Manbalarga ko'ra, Washington bunday hujum muzokaralarini butunlay barbod qilishi mumkinligini hisobga olib, Tehronni ehtimoliy tahdid haqida ogohlantirgan. Eron esa AQShdan Isroil bunday operatsiyani amalga oshirmasligiga kafolat talab qilgan. Xabarda yana aytilishicha, xavfsizlik tahdidi sabab Eron delegatsiyasi kuchli qo'riqlov ostida harakatlangan. Ularning samolyotiga Pokiston qiruvchi samolyotlari hamkorlik qilgan. Qaytishda esa ehtimoliy Isroil hujumi xavfi tufayli delegatsiya yo'lning bir qismini quruqlik orqali bosib o'tishga majbur bo'lgan.